بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Sizu bizlarni yo'q yerdan xor haqir narsadan yaratib ilm ila aziz qilgan Parvardigorimizni o'ziga hamd va sanolar, hayotda yo'lboshchimiz bo'lgan ota-onamizdan ko'ra mehribonroq zot payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamga durud va salovat shariflar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan yana Navoiyni eslab ko'rsatuvida diydor ko'rishib turganligimiz uchun Yaratganning o'ziga hamd va sanolar bo'lsin. Yana diydor ko'rishtirgan Yaratganning o'ziga shukr. Bugun yana Hazrat Navoiyni eslab ko'rsatuvimizni bugungi sonida sizlar bilan Hazrat Navoiyni eslashligimiz o'rtada jicha vaqt o'tib qoldi. Bundan sizlardan uzr so'raymiz. Bugun biz Hazrat Navoiyni g'azallariga yana to'xtalamiz. Hazrat Navoiyni g'azallarida bugungi aytiladigan qo'shig'imizni ham aytib o'tsak, Ey Sabo deb nomlangan qo'shiqni ijro qilib bermoqchimiz qo'limizdan kelgancha. Ey Sabo qo'shig'ini juda ko'p ustozlar, O'zbekiston xalq hofizi Fattohxon Mamadaliyev juda ham maromiga yetkazib ijro qilgan. Alloh u kishidan rozi bo'lsin, Alloh joylarini jannatda qilsin ustozlarni. Ey Sabo g'azali Hazrat Navoiy tomonidan juda ham chiroyli, juda ham nafis, juda ham yuqori did bilan yozilgan. Shu g'azalga qisqacha to'xtalmoqchiman. Hazrat Navoiy: Ey Sabo, holim borib sarvi hiramonimga ayt. Yig'larimni shiddatin gul bargi xandonimga ayt. Sabo, ey Sabo deb Hazrat Navoiy mana Saboni ko'pchilik biladi. Endi ko'pchilik yaxshi biladi. Sabo ertalabki tongdagi, subhdagi, bomdod vaqtidagi yengil shabodani Sabo deyiladi. Shu yengil shabodaga aytyapti: Ey Sabo, holimni borib yaratgan Robbimga sarvi hiramonimga ayt. Tuni bilan yig'larimni shiddatin gul bargi xandonimga ayt. Tuni bilan yig'lab seni vaslingni izlab chiqqan holim tang ahvolimni, seni jamolingni ishqida holim tang bo'lganini gul bargi xandonimga ayt. Yana yaratganni o'ziga ishlatilyapti shunaqa go'zal sifatlar. Shuni ko'p g'azallarida Hazrat Navoiyni tundagi yozilganligini ko'p g'azallarida bilsak bo'ladi. Sababi juda ko'p g'azallarida subhdagi shu Sabo shabodasi, tong, bomdod namozi vaqti kirishligini, tongda juda ham ko'p g'azallarida keltirib o'tgan Navoiy hazratlari. Bundan bilamizki, Hazrat Navoiyni g'azallarini juda ko'pi tunda yozilgan. Tunda yozgan tonggacha. Bu zot uxlamagan. Imom Buxoriy hazratlari qanday uxlamasdan hadis yozib chiqqan bo'lsa, kechalari Imom Buxoriy bir kechada 18 marta uyg'onib 18 marta tahorat qilgan ekan. Bir kechada 18 marta. Hazrat Navoiy ham tuni bilan xuddi Imom Buxoriyga o'xshab uxlamagan zot. Shundan bilsak bo'ladi. Har doim shu bedorlikda o'tkazgan tunini shu bomdodni vaqtiga ulangan. Bomdod namozini vaqtiga, shundan bilsak bo'ladi. Alloh bu kishilardan rozi bo'lsin. Alloh o'zi joylarini jannatda qilsin. Hazrat Navoiy haqida shundan bilsak bo'ladi. Ko'p g'azallari shu tunda yozilgan.
tahajjud namozlarida, ibodatda bu hadis bilan Qur'on ilmini eng qaymoq, bulardan ikkovidan keltirilgan eng qaymoq fikrlarda Hazrat Navoiy g'azal qilib yozib ketganlar. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Biz endi qo'limizdan kelgancha shu Sabo qo'shig'ini aytib beramiz. Bu qo'shiqda juda ko'p san'atkorlar, juda ko'p yaxshi ovozli qo'shiqchilarimiz kuylashgan. Alloh ulardan ham rozi bo'lsin. Hazrat Navoiyda g'azallarni qanchalik kuylasak shuncha oz. Yana muxlislarimizdan, qo'shiqchi, hofiz akalarimiz, ukalarimizdan Navoiy hazratlari haqida izlaninglar. Yana vaqtimiz bor. Bu zot to'g'risida nima uchun izlaninglar deymiz? Sababiki o'sha biz Qur'on, hadis ilmlarini jamlanmasi qaymoq fikrlariga yetib borishimizga o'zi tayyor. Hazrat Navoiy bizga mana o'qinglar deb ilmni eng qaymoq joylarini g'azal qilib yozib tashlab ketgan. Shuning uchun targ'ib qilamiz Hazrat Navoiyni. Marhamat, endi qo'shig'imizga o'tsak, sizlar uchun shu Sabo qo'shig'ini kuylab beramiz. Marhamat. Sabo holim borib sarvi qiramonim g'ayt Sabo holim borib sarvi qiramonim g'ayt yig'larim ning shiddatin vo gul bargan donim g'ayt yig'larim ning shiddatin gul bargan donim g'ayt bu ki oning ahdi pay mavida men o'lsam dag'ir yaxshi bo'lsa topsang-ul bad ahdi paymonim g'ayt yaxshi bo'lsa topsang-ul bad ahdi paymonim
gül şanım senindik huşnava bulbulin yoğurkenin şahı isfandanim ey sabah halim garip ser yıkram mağrib Mana azizlar, qo'limizdan kelgancha ey sabo qo'shig'ini sizlar uchun kuyladik. Muxlislarimiz uchun Navoiy hazratlarini tanigan, Navoiy hazratlarini g'azallariga oshiq bo'lgan muxlislarimizga va o'zimiz ham shu muxlislar qatori Hazrat Navoiyni g'azallariga oshiqmiz. Hazrat Navoiyni o'ziga muxlismiz. Alloh taolo hammamizni Hazrat Navoiyni g'azallaridan ilmlarimizni yanayam ziyoda qilishligimizga, shu insonni g'azallaridan ilmlar o'rganishligimizga Alloh taolo o'zi yetkazsin hammamizni. Bundan keyingi ko'rsatuvlarimizda ham qo'limizdan kelgancha Hazrat Navoiyni g'azallarini sizlarga iloji boricha, ilmimiz yetganicha, aqli farosatimiz yetganicha sharhlab berishlikni sekin-sekin yo'lga qo'ymoqchimiz. Avvalambor barchalarni shu ko'rsatuvga ajratib vaqtinglarni ajratib tomosha qilib diqqatinglarni berganinglar uchun hammanglarga rahmat deymiz. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Hazrat Navoiyni ruhlari shod bo'lsin. Yana keyingi ko'rsatuvlarimizda sog' salomatlikda, tinchlik omonlikda diydor ko'rishlikni Yaratganni o'zidan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.